Hammaga salom. Bugun sizlar bilan men Foziljon. Bugun Artel televizoriga kanal terishni o'rgataman. Birinchi bo'lib pultlaringdan menyuni bosasizlar. Keyin kanalni bosasizlar. Keyin autoposkni bosasizlar. Keyin CTVni bosasizlar. Bitta OK'ni bosasizlar. Kanal oz teradi. Terib turgan bo'ladi. Shuna chiqsa sizlarda. Keyin hozir men kanal terish uzoq bo'lib ketmasligi uchun videoni to'xtatib. Mana do'stlar, kanal terish ham yakunlanyapti. 99 bo'ladi. Bu yerda kanallarning ko'payishni boshlaydi. 100 bo'lgandan keyin ditcha to'xtatdi. Kanallar saqlanib bo'ldi deydi. Boshqa kanallar ham bo'ladi. Tojikiston. Ular lekin sal boshqa taraf qotib ko'rsatadi. Mana. Kanallaring paydo bo'ladi. Kanallaring paydo bo'ladi. Keyin menyuni bosasizlar, sizlar o'zlaring keraksiz bo'lgan kanallarni olib tashlab, qilib yurasizlar. Mana Tojikiston. Mana sizlarga bunaqa pulli kanallar ham beradi. Dollarda bunaqasi turadi, pulli kanallarda. Sizlarni Setanta, Sport'ga shuna pulli kanallar ham beradi. Ular o'chirib tashlash uchun pultlaringdan qizilni bosasizlar. Ular keyin belgilanadi. Qizilni bosasizlar. Shuna qilib qilaverasizlar. Hammaga xayr. Sizlar bilan men Foziljon bo'ldim. Hammaga xayr. Kanalga obuna bo'lib, like bosishdan chiqmasdan yana qanaqa videolar olaylik, kommentga yozib ketinglar.